Iftorlikka ham yarim soatcha vaqt qoldi. Как раз mana bu apparat 23 minutda suvni ideal qilib tayyorlab beradi. Birinchi 10 minutlik magnitniy strukturizator rejimini yoqamiz. Hozir suvni yutumini yengil qiladigan funksiyasi. I plus ishqorlilik, shilch qo'shib beradi. Kaliy, kalsiy, magniy toshlari bor. Suvga ishqorlik qo'shadi, ovqat hazm qilishga ham yordam beradi. 10 minutda tayyor bo'lgandan keyin buni eng katta yutug'i generator ishlashni boshlaydi. Buning ichida generatori bor. Bittasi elektrodi platinumdan, bittasi titandan suvni ikkiga ajratib beradi. Suv H2 o, ikkita vodorod, bitta kislorodni tashkil topgan. Bu molekulyar vodorodga ajratishni boshlaydi. 13 minutda tayyor bo'ladi. Bu suv tayyor bo'lgandan keyin antioksidant xususiyatga ega bo'ladi. Antioksidant suv ko'pchilik biladi, doktorlar ayniqsa yaxshiroq tushunadi bu suvni. Oksidativ stressni oldini oladi. Oksidativ stress o'zi asosan yosh o'tgandan keyin davleniya, sag'ir, pochka, umuman ko'p kasalliklar oksidativ stressdan kelib chiqadi. Bu shu narsani tezroq восстановить qilishga yordam beradigan antioksidant suv. Davolab qo'ymaydi. Pastani ichib tursanglar, kamroq kasal bo'lasizlar. Pastani ichib tursa. Undan tashqari homilador ayollarga foydasi bor bu narsani. Sag'iri bor, davleniyasi bor odamlar pastani ichib tursa, davleniya ko'tarilib o'ynab turmaydi. Iftorlik payti zo'r tarafi, kurinma organizmimiz ochib turadi. Och organizmdan keyin bu уже toksinlarni ventilyasiya qiladi organizm, zaharlarni tozalaydi. Bu suvni ichsalar tezroq yuvishga yordam beradi. Shuning uchun hozir mana общий 23 minutda suv ideal tayyor bo'ladi. Shu suv bilan keyin iftorlik qilamiz.